Assalomu alaykum, sirlarini tun qorong'usida o'z qalbida qulflab yashaydigan dardli azizlarim. Farrosh hikoyalari kanaliga yana bir bor xush kelibsiz. Siz qachondir o'z hayotingizni bitta suratga joylay olganmisiz? Men joylaganman. Keyin esa o'sha suratni o'z qo'llarim bilan yoqib yuborganman. O'tmishdan qochish uchun shunday qilgandim. Lekin o'tmish doim bizni quvib yetadi. Men Rustamman. Samarqandning eski shahrida kichik fotostudiyam bor. Faqat eski suratlarni tiklayman. Yangi suratga tushirishni yomon ko'raman. Chunki yangi suratlar yolg'on gapiradi. Odamlar ularda doim jilmayib turishadi. Eski suratlarda esa haqiqiy dard yashiringan bo'ladi. Men o'sha dardlarni qog'ozga muhrlayman. Bugun havo juda sovuq edi. Derazamni tinmay yomg'ir savalardi. Xonada faqat qizil chiroq yonib turibdi. Havoda eski fotokimyoviy moddalar hidi anqiydi. Eshik qo'ng'irog'i chalinganda soat tungi 11 edi. Bu vaqtda odatda hech kim kelmaydi. Eshikni ochdim. Ostonada yomg'irda ivib ketgan bir qariya turardi. U menga qora matoga o'ralgan tugun uzatdi. Hech narsa demadi. Shunchaki tugunni berdi-yu zulmat ichiga singib ketdi. Tugunni ochdim. Ichida eski zanglagan fotoapparat bor edi. Uning ichida esa bitta ochilmagan tasma turardi. Yuragim negadir tez ura boshladi. Bu apparat menga juda tanish edi. Men uni 5 yil oldin Madinaga sovg'a qilgandim. O'sha mudhish ayriliqdan bir kun oldin. Madina mening butun dunyom edi. Bizning sevgimiz kinolardagidek boshlanmagan. Juda oddiy, sokin va chuqur edi. Uning kulgilari xonamni yoritib turardi. Lekin bir kuni u g'oyib bo'ldi. Hech qanday xatsiz, hech qanday tushuntirishsiz. Shunchaki narsalarni yig'di va ketdi. Men uni qidirdim. Butun shaharni kezib chiqdim. U yo'q edi. Yillar o'tdi. Men uni unutdim deb o'ylardim. Lekin mana bu eski apparat barcha jarohatlarni tirnadi. Qo'llarim qaltirab tasmani yuvishga tayyorladim. Qorong'i xonada faqat nafas olishim eshitilardi. Kimyoviy eritmaga solingan qog'ozda tasvir sekin namoyon bo'la boshladi. Men ko'zlarimga ishonmadim. Suratda Madina kulib turardi. Lekin u yolg'iz emas edi. Uning yonida qandaydir erkak turardi. Ular baxtli edilar. Ichimda nimadir uzilib ketgandek bo'ldi. Demak, u meni shunchaki tashlab ketgan ekan. Boshqasi uchun. O'zimni aldanib qolgandek his qildim. G'azab tomog'imga tiqildi. Ikkinchi suratni eritmaga soldim. Surat tiniqlashgach, nafasim ichimga tushib ketdi. Suratdagi erkak men edim. Lekin men bu kunni umuman eslolmasdim. Biz qandaydir ko'l bo'yida o'tirgan edik. Mening yuzimda tabassum. Madinaning ko'zlarida esa g'alati mung bor edi. Nega men bu voqeani eslolmayman? Xotiramda qandaydir bo'shliq borligini angladim. 3-suratni yuvdim. Bu surat hamma narsani ostin-ustun qilib yubordi. Suratda kichkina bolacha bor edi. Taxminan 3 yoshlarda. Bolaning ko'zlari xuddi meniki kabi edi. Madina bolani mahkam bag'riga bosib turardi. Men devorga suyanib qoldim. Xonaning qizil chirog'i ko'zimga qon bo'lib ko'rindi. Menda farzand bormi? Nega Madina buni mendan yashirdi? Nega u ketib qoldi? Miyada savollar tinmasdi. Men tong otishini kutmadim. Suratdagi ko'l bo'yini tanigandim. Bu shahardan uzoqdagi tashlandiq oromgoh edi. Mashinamni o't oldirib o'sha yoqqa qarab haydadim. Yomg'ir hamon tinmasdi. Yo'l bo'yi o'tmishni eslashga urindim. Nega aynan o'sha kun xotiramdan o'chgan? Nimadan qochganman o'zi? Oromgohga yetib kelganimda tong oqarayotgan edi. Atrof jimjit. Tashlandiq binolar arvohdek ko'rinardi. Ko'l bo'yiga tushdim. Suratdagi joyni topdim. O'sha eski o'rindiq hali ham turardi. O'rindiq ustida nimadir yaltiradi. Yaqinlashib ko'rdim. Bu kumush bilaguzuk edi. Madinaning bilaguzuki.
Uni 3 kun oldin yo'qotib qo'yganini aytgandi. Demak, u yaqinda shu yerda bo'lgan. Men apparatni keltirgan qariyaning yuzini eslashga urindim. U Madinaning otasi edi. Garchi u ancha qarib cho'kib qolgan bo'lsa ham. Men mashinaga o'tirib, ularning eski hovlisiga bordim. Darvoza zanglab yotardi. Qulf yo'q edi. Hovliga kirdim. Xazonlar bilan qoplangan yo'lak. Uyning eshigi qiya ochiq edi. Ichkaridan qandaydir dori hidi kelardi. Xonaga kirdim. Karavotda bir chol yotardi. U o'sha tunda kelgan qariya edi. Meni ko'rib ko'zlarida yosh paydo bo'ldi. "Keldingmi, o'g'lim?" dedi u xirillagan ovozda. Men undan Madinani so'radim. U devordagi eshikni ko'rsatdi. O'sha xonaga kirdim. Xonada hech kim yo'q edi. Faqat stol ustida bir nechta xat turardi. Xatlarning hammasi menga yozilgan. Lekin birortasi yuborilmagan. Birinchi xatni ochdim. "Rustam, kechir meni. Men senga kasalligimni ayta olmadim. Yuragim sanchib og'ridi." "Qanday kasallik?" O'qishda davom etdim. "Sen san'atkorsan. Sening dunyong go'zal. Men bu dunyoni buzishni xohlamadim. U saraton edi. Davolanish uchun chet elga ketgan ekan. Lekin nega menga indamadi? Nega suratdagi bolacha haqida yozmagan?" Ikkinchi xatni ochdim. "O'sha avariya hammamizning hayotimizni o'zgartirdi. Sen hushsiz yotganingda men qanday yashashni bilmasdim." "Avariya? Qanday avariya?" Birdan boshimda kuchli og'riq turdi. Xotiralar yashin kabi chaqnab ketdi. O'sha yomg'irli tun. Biz mashinada ketyapmiz. Orqa o'rindiqda o'g'limiz bor. Ha, bizning o'g'limiz. Men rulda edim. Qarama-qarshi yo'ldan kelayotgan yuk mashinasi. Qattiq zarba. Oynalarning sinishi. Madinaning qichqirig'i. Men hamma narsani esladim. Biz avariyaga uchragan edik. Men uzoq vaqt komada yotganman. Uyg'onganimda esa xotiramning bir qismi o'chib ketgan ekan. Men ularni tashlab ketmaganman. Men ularni shunchaki unutganman. Miya o'zini himoya qilish uchun mudhish xotiralarni o'chirib tashlagan. O'g'limiz o'sha avariyada vafot etgan ekan. Madina esa bu dardni ko'tara olmagan. Kasallik uni yemirib tashlagan. U meni ayblamagan. Shunchaki o'tmishni eslatmaslik uchun uzoqlashgan. Qo'limdagi xatlar yerga tushib ketdi. Men qanday qilib o'z farzandimni unutishim mumkin? Qanday qilib yillar davomida xotirjam yashab keldim? O'zimga bo'lgan nafratim cheksiz edi. Men chidab bo'lmas azob ichida qovurilardim. Tizzalab qoldim. Xonaning sovuq poliga yuzimni bosib dodladim. Hech qanday tasalli yordam bermasdi. 3-xatga ko'zim tushdi. U kecha yozilgan edi. Rustam, agar apparat qo'lingga yetib borgan bo'lsa, demak men endi yo'qman. O'sha suratlardagi bizning eng baxtli onimiz edi. Uni yodda saqla. O'zingni kechir. Men seni hech qachon ayblamaganman. Baxtli bo'lishga haqlisan. Xatdagi yozuvlar ko'z yoshlardan namlangan edi. Ortimga qadam sasi eshitildi. O'girilib qaradim. Ostonada bir ayol turardi. U Madinaga juda o'xshardi. Lekin u emasdi. Bu uning singlisi Nodira edi. U yig'lab menga qarab turardi. "Opam bugun tongda joni uzildi", dedi u pichirlab. U oxirgi nafasigacha sizni kutdi. Men ulgurmadim. Men o'z o'tmishimga kechikdim. Ichimda qandaydir bo'shliq paydo bo'ldi. Bu bo'shliqni endi hech narsa to'ldira olmasdi. Men qabristonga bordim. Yangi qazilgan tuproq hidi dimog'imga urildi. Uning qabri tepasida uzoq o'tirdim. Hech narsa demadim. Shunchaki tuproqni silab o'tirdim. Bizning hikoyamiz tugagan edi. Lekin azobi endi boshlanayotgandi. Men fotostudiyaga qaytdim. Xona hamon qorong'i. Qizil chiroq hamon yonib turibdi. Men apparatdagi oxirgi suratni yuvdim. Suratda Madina kasalxona karavotida yotardi.
Uning yuzi so'lg'in, lekin lablarida tabassum bor edi. U qo'lida kichik bir qog'oz tutib turardi. Qog'ozda bitta so'z yozilgandi: yashang. Men suratni devorga osdim. Bu mening eng qimmatli xazinam edi. Inson ba'zan o'z xotiralaridan qochishga urinadi. Lekin aynan o'sha xotiralar bizni inson qilib turadi. Og'riq bu tirikligimizning belgisi. Men endi qochmayman. Men o'tmishimni quchoqlab yashashni o'rgandim. Har bir yangi kun bu menga berilgan imkon. Men endi yangi suratlar olaman. Ularda soxta tabassumlar bo'lmaydi. Ularda faqat haqiqat bo'ladi. Hayot bizni qanchalik qiynamasin, yashashda davom etishimiz kerak. Uning so'nggi orzusi shu edi. Men uning bu orzusini amalga oshiraman. Deraza ortida yomg'ir tindi. Bulutlar orasidan quyosh nurlari ko'rindi. Men kameramni qo'limga oldim. Yashashda davom etish vaqti keldi. Farrosh hikoyalari kanali bilan birga bo'lganingiz uchun rahmat.